Norin tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 12 umumta'lim maktabda viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'i tashabbusi bilan Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida viloyat seminari tashkil etildi. Tadbirda boshqarma va tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limlari xodimlari, shuningdek tumanda joylashgan maktablar va maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlari ishtirok etdi. Muhtaram Prezidentimiz tashabbusi bilan ilgari surilayotgan Yashil makon loyihasida bizning maktab jamoasi ham faol ishtirok etmoqda. Xususan maktabning 2 gektar ziyod yer maydoni mavjud bo'lib, uning qariyb 1 gektar maydoni yashil hududga aylantirilgan. Jumladan 20 sotixdan ziyod maydonga turli gul ko'chatlari ekilgan bo'lsa, yana 50 sotix maydonni mevali va manzarali daraxt ko'chatlari parvarishlanmoqda. Umuman olganda maktabimiz hovlisi bugun umummilliy harakatga aylangan Yashil makon loyihasining bir kichik devorchasi desam aytashmagan bo'laman. Balki shuning uchun ham viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'i tashabbusi bilan Yashil makon loyihasi doirasida o'tkazilayotgan seminar manzili sifatida tanlanishimiz bejizga emas. Shu munosabat bilan bugungi tadbirda ishtirok etgan boshqarma xodimlari maktabimizning bo'sh maydonining bir qismiga 100 tup archa, 200 tup bodom ko'chatlarini hamjihatlikda ekishdi va bu bilan yurtimiz obodonligiga munosib hissa qo'shildi. O'ylaymanki, bugungi tashabbus bilan boshlangan xayrli tadbirlar tumanimizdagi, qolaversa viloyatimizdagi boshqa ta'lim maskanlarida ham ko'tarinkilik bilan davom ettiriladi. Haqiqatan ham ayni bahoriy kunlarda viloyatdagi barcha ta'lim maskanlarida shu kabi ko'kalamzorlashtirish, obodonchilik ishlari izchil davom ettirilmoqda. Aniq ma'lumotlarga ko'ra, ushbu tashabbus doirasida birgina Norin tumanining o'zida 970 tup, viloyat bo'yicha esa 12000 tup mevali va manzarali daraxt ko'chatlari ekiladi. Sa'idolim Abdurahmonov, Farxunda Mandonova, Akbarjon Mansurov, Namangan viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi axborot xizmati uchun maxsus tayyorlandi.